Instagramda reelslardan shu retsept chiqaverib, ishtaham ochib qarasam, oson tayyorlanar ekan. Yarim soatda pishib chiqdi. Mazasini gapirmasa ham bo'ladi, og'izda eriydi. Hamma mahsulotlarni grammlari bilan video ostida to'liq qilib yozib qoldiraman. Hamma mahsulotlarni ketma-ketlikda solib, un, razrahитель vanilin solamizda, xamir qorib olamiz. Xamirdan 3dan birini olib qo'yamiz. 20 daqiqa muzlatgichda tingan xamirni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib, xuddi shunday shakl berib chiqamiz. O'rtasiga kattagina kosa qo'yamiz, chetiga uydagi bor shokoladni surib chiqasiz. Xohishga ko'ra meva qo'yasiz. Men qulupnoy va banandan foydalandim. Siz olma ham qo'shsangiz bo'ladi. O'rtadagi kosani olib tashlaymiz va listga qo'yib chiqamiz va 3dan birini olib qo'ygan xamirimizni qirg'ichdan chiqarib ustiga sepib, chetlarini chiroyli qilib shakl berib chiqamiz. O'rtadagi xamirni pitsa keskandek kesasiz va ustiga xamirni qo'yib chiqamiz. Tuxum sarig'ini suramiz, xohishga qarab ustini bezatib 180 gradusda 25 daqiqa pishirib olamiz. Shirinlikni ko'rib sizni ham ishtahangiz ochilib ketdimi? Unday bo'lsa bittagina like bosib, yaqinlaringizga videoni yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiz mehmonga keling.